Yo'lga chiqdik. Biz yo'lga chiqyapmiz. Undan hayvonlar orqada. Uch kishilik ko'rinmayapti. Bu yo'lda kutyapmiz. Hamma tanishtirib o'taman. Ulug'bek, Janobdon. Javohir, Behruz va Jaloliddin aka. Yana qo'shimcha 4 kishi bor, ular kutib turibmiz. Buni tanishtirish esdan chiqdi. Men Oyatullohman va mana shu bolalarni xudo xolasa Londonga aylantirib kelamiz. U kech qolgan bolalar mana. Yaxshi bolaring, sog'ayapsizmi? 4 kishimiz keldi. To'xta suvgalar qaranglar. Kech qolgan bolalar. Assalomu alaykum. Sog'ayapsizmi? Olib kelyapsizmi? Nimadan olganmiz? Soqollarni olibdi. Assalomu alaykum. Og'abek narsalar ko'p bo'lib ketdilar. Charchamaysiz. Oho, malikidan ham katta sumkalar. Assalomu alaykum. Sog'ayapsizmi? Charchamayapsizmi? Nima gaplar? Boshqa tomonlarni tanishtirib qo'yamiz. Bu bola Og'abek, Hasanjon, Abob, Biz o'zimizga gapiramiz. Azmiddin. Shu 9 kishi yig'ildi mana. Qilib kelib oldik Londonga. Hozir endi bu yog'iga metrodan keyin yana piyoda yurib turib, o'zimiz olgan uyga yetib olamiz. Ketyapmiz mana. Biz keldik. Nega bitta joy bo'lmaydi? Bu yoq taraf pastga tushib ketish metro. Deysever guruh bo'lmasmi? Please stand behind the yellow line. Mind the gap, please. Mind the gap, please. Mind the Bolalar bir tarafga chiqaylik. Yo'q, kelinglar. Bunga iloji yo'q-da. 9 kishimiz, 10 kishi. Joy. Chiltirib, baqa kelinglar mana. Yo'l yetadi. Qolganlar turaverishadi. To'g'ri. 26 metrlik uzoq yo'l kutmoqda bizni. Qamiz endi hozir где-то bir 20 ta liniyadan keyin tushamiz. Sumkam ketib qolyapti. Sumkam ketib qoldi. The next station is Bromley by Bow. Barking currently has no step-free access between the platform and street level. Experience qali? Bo'ladi, yaxshi. Cho'rzash aka. Yaxshi. Yaxshi odam. New Yorkka qaraganda yaxshiroq, ha? Metrosi. Sizlarda nima gap, bolalar? Bolalar, sizlarda nima gap? mind the gap. Right. Speaking information. Yes. Kelyapmiz mana 9 kishi. Oz qoldi. Deyarli yetib keldik. Ancha qiynalib topishdi, lekin topib oldik oxiri, ha? Bir boshqa tarafga borgan paytimizda orqada qolib ketishdi. Bolalar har doim qolib ketyapti, biz uchimiz oldinda.
Uyda turamiz demayman, uni oldiga uyda turamiz lekin. Endi bu ham yaxshi, endi bizniki ham yaxshi. Ko'rsalar mana. Oldiga building, shu buildingni olganmiz. Ana. Keldik. Shu yoq tarafdan oldik. Mana shu yoqda turibmiz. Atmosfera. Stressfera. Yaxshi, ko'chada ko'p narsa bor ekan, 4 kun ancha-muncha qiynalmaymiz. Yaxshi joyda joylashgan ekan. Ben balkonga chiqib turaman, anchani ko'raman. Va yo'q, rasmdan zo'r ko'rinadi. O'zi aynidan ham chiroyli ko'rinadi. Men anaqa rasmni ko'rganimda cho'kib turadi. Kirish tabiiy oyna. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu bir kishilik, 2 kishilik joy desak ham bo'ladi. Turgani atmosfera bu yoqda, ko'chaniki. Ko'chani ham ko'rsatib qo'yaman. Juda ham chiroyli ko'cha. Qo'shimchasiga bu yoq oshxonamiz. Oshxona gaz plita, bu yoqda pechimiz, xolodilnik, pasta morozelkasi va qolgan oziq-ovqat, boshqa narsalar solgan javonlar. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoq isitish, suv o'tkazish va boshqa narsalar, Wi-Fi niki. Bu yoq tualetimiz. Undan keyin bizning ikkinchi xonamiz bu yoqda. Bu yoq ikkinchi tualetimiz. Qo'shimchasiga deyapmiz. Bu yoq bizda atapleniyani yoqib o'chirish joyimiz ekan, kichkina. 3-xonamiz shu bilan keyin 3-xonamiz shu yoq. Va 4-xonamiz. Yo'l televizor, to'q joylar va tashqari taraf atmosferasi. Joylashuvi juda ham zo'r. Lokatsiya yaxshi. Sharoitlari juda ham zo'r ekan. Biz keldik, ovqat turishni boshladik mana. Ha, Hasanjon? Boshladik mana. Boshlandi, xudo olisi. O'rlarimiz. Nima deydi? Hard work bor. Chunki pichoq yo'q edi. Prям final qildik. Ishonavering. Pichog'ingizga ko'rsatib qo'ying bitta Hasanjon. 3 ta odam mehribon bu joyda. Mana, yonmachasi ko'rsating qilib. Mana. Mana shu pichoq bilan biz go'sht Saryoni bozor kesadi. Non kesmaydigan pichoq. Don oldilarmi? Yaxshi, uni odamlar ko'rmayapti. Boshqa. Ular orqasidan yegilsin. Hamma